Mana azizlarim, bugungi manzilimiz 5-2 daqiqasida shundoqqina Chast yonidagi 5-domda joylashgan 4 qavatli binoning 3-qavatidagi 3 xonali kvartirani obzorga kelganmiz. Mana kirganimizda shundoqqina keng, katta prixoshkamiz kutib oladi. Bu yoqda birinchi xona zal qismi, ikkinchi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Ko'rib turibsiz, remontlarga alohida e'tibor berib qo'yamiz. Yaxshi holatda oynalarni akfalardan foydalanilgan. Bu yoqda tualet vannalari alohida. Mana ko'rib turibsiz, sanuzellarni ham yaxshi remontlarini ta'mirlab qo'yilgan. Bu yoqda hojatxona qismlari. Undan o'tganimizda bu yoqda oshxona qismimiz. Oshxonamizda mana ko'rib turibsiz, ta'mirlari yaxshi holatda, o'zlari uchun chiroyli holatga keltirib ta'mirlab qo'yilgan. Undan o'tganimizda bu yoqda kattagina balkonimiz kutib oladi. Balkonimiz 6 ga 2. Ko'rib turibsiz, bu yoqda chiroyli holatga keltirib tapchanlarni qilib qo'yilgan. Bitta katta oila kelib, maza qilib yashaydigan holatda. Mana zal qismimiz, zalimiz ham ko'rib turibsiz, boshqa domlarga qaraganda juda ham katta, patoloklari ham baland joyda joylashgan. Garodskoy отоплениyalarimiz zo'r istar ekan. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek bitta katta oila kelib, maza qilib yashaydigan holatda. Bu xonadonimizga egalari 35 ming narx so'rashyapti. Biz nomimizdan chiqsalaring yana kelishtirib beradi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Bu videoni 5-2 daqiqasida 3 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.